O'zbekiston 1848 tonna bodring va 5869 tonna pomidor eksport qildi. Qishloq xo'jaligi vaziri Surxondaryo viloyatining qator hududlariga tashrif buyurdi. Braziliyalik mikrobiolog qishloq xo'jaligi sohasida yangi kashfiyotga erishdi. O'zbekiston delegatsiyasi Rossiya islom dunyosi forumida ishtirok etmoqda. Yevropa mamlakatlarida olma zaxiralari kamayishi kuzatilmoqda. Yapon kompaniyasi yangi sabzavot navlari hamda ularni yetishtirish uchun mo'ljallangan innovatsion ilovani taqdim etdi. Qishloq xo'jaligiga oid haftaning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan Agronews dasturi yana e'tiboringizda. Mazkur hafta joriy mavsumga doir amalga oshirilayotgan agrotexnik ishlar samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan rasmiy tashriflar, uchrashuvlar hamda tizim rivojiga yo'nalgan hamkorlik kelishuvlariga boy bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringiz bilan ulashing. Biz boshladik. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston tomonidan xorijiy mamlakatlarga 2,1 million AQSh dollar qiymatidagi 1848 tonna bodring hamda 6,8 million AQSh dollar qiymatidagi 5869 tonna pomidor eksport qilgan. Eksport qilingan mahsulotlarning asosiy xaridorlari Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston respublikalaridir. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov Surxondaryo viloyatining bir qator hududlariga tashrif buyurib, mavsumiy ishlarning borishi, fermer xo'jaliklari, don qabul qilish shoxobchalari va agroklasterlar faoliyati bilan tanishdi. Tashrif davomida g'alla maydonlarida amalga oshirilayotgan agrotexnik tadbirlar, ekinlarning holati va yetishtirilayotgan bug'doy navlarining hosildorligini oshirish masalalari o'rganildi. Don qabul qilish shoxobchalarida tizimli yondashuvni joriy etish, xususan hosilni qabul qilish va saqlash, xavfsizlik, shaffoflikni ta'minlash, elektron hisob-kitob yuritish, avtomashinalarni davlat raqami asosida ro'yxatga olish, ularning harakatini onlayn kuzatuv kameralari orqali nazorat qilish, tarozi ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida aks ettirish kabi chora-tadbirlar muhokama qilindi. Shuningdek, vazir rahbarligida viloyat va tuman qishloq xo'jaligi bo'limlari rahbarlari, g'allachilikka ixtisoslashgan fermerlar, dehqon xo'jaliklari hamda don qabul qiluvchi tashkilotlar vakillari ishtirokida seminar tashkil etildi. Unda hosil qabuli axborot tizimining ishlash tartibi tushuntirildi. Vazir seminar ishtirokchilariga yig'im-terim jarayonlarini to'liq raqamlashtirish va axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha o'z tavsiyalarini berdi. Tashrif yakunida vazir bog'dorchilik yo'nalishida amalga oshirilayotgan loyihalar bilan ham tanishib, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda innovatsion agrotexnologiyalarni joriy etish hamda eksport salohiyatini oshirish bo'yicha mas'ullarga aniq topshiriqlar berdi. Qishloq xo'jaligi vazirligi va tizim tashkilotlari vakillaridan iborat delegatsiya Turkiya va Ozarbayjon davlatlarida xizmat safarida bo'lib qaytdi. Tashrif doirasida ikki mamlakatning qishloq xo'jaligi vazirliklari, sug'urta bozorini tartibga solish va nazorat qilish agentliklari, qishloq xo'jaligini sug'urtalash jamg'armalari hamda boshqa sohaviy tashkilotlar rahbarlari bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Muloqotlarda agrar sohada hamkorlikni kengaytirish, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sug'urtalashning samarali mexanizmlarini joriy etish masalalari muhokama qilindi va ushbu yo'nalishlarda aniq kelishuvlarga erishildi. Rossiya Federatsiyasining Qozon shahrida bo'lib o'tgan Rossiya islom dunyosi xalqaro iqtisodiy forumida O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etmoqda. Forum doirasida Qozon Expo ko'rgazmalar saroyida mamlakatimizning milliy stendi tashkil etilib, qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan eksportbop 58 turdagi mahsulotlar namoyish etilmoqda. Tadbir davomida novosibirsklik tadbirkorlar tomonidan O'zbekiston hududida meva-sabzavot va dukkakli mahsulotlarni birlamchi qayta ishlash yo'nalishida investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha takliflar bildirildi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va investitsiya loyihalari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov raisligida oziq-ovqat xavfsizligi hamda investitsiya loyihalarining ijrosiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda Vengriya bilan amalga oshirilayotgan agrar loyihalarning joriy holati va istiqboldagi rejalar muhokama qilindi. Shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida go'sht va sut mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Yig'ilishda Yevropa va MDH davlatlari bilan hamkorlikni kengaytirish, o'zaro
o'zaro manfaatli loyihalarni amalga oshirish, mavjud resurslardan samarali foydalanish, qo'shni davlatlar bilan yangi hamkorlik yo'nalishlarini belgilash, naslchilik va ozuqabop ekinlar yetishtirish kabi strategik yo'nalishlar bo'yicha yangi tashabbuslar ishlab chiqish yuzasidan tegishli ko'rsatmalar berildi. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasining mintaqaviy direktori Laura Mateolini qabul qildi. Muloqot davomida hozirga qadar ikki tomonlama hamkorlik doirasida amalga oshirilgan loyihalar, shuningdek, IFADning 13-bosqichi doirasida O'zbekiston uchun ajratilgan moliyaviy resurslarni qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, kelgusida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan tashabbuslar yuzasidan fikr almashildi. Jumladan, kartoshka va meva-sabzavot yetishtirish loyihalari, shuningdek, talabalarni Italiyaga yuborish va ularning malaka oshirish imkoniyatlari bo'yicha qator takliflar ilgari surildi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tizimidagi Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti tajriba maydonlarida bug'doy gibridlarining sinov ishlari o'tkazilmoqda. Ushbu gibrid navlari Pokistondan olib kelingan bo'lib, ular Pokistonning Faisalobod universiteti hamda Avstraliyaning Sidney universiteti olimlari hamkorligida yaratilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur hamkorlik doirasida fermerlarga serhosil va resurs tejamkor bug'doy gibridlarini yetkazib berishga qaratilgan qator kelishuvlar amalga oshirilgan. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov rahbarligida vazirlik, departament va boshqarma boshliqlari, tizim tashkilotlari rahbarlari hamda paxtachilik yo'nalishida faoliyat olib borayotgan agroklaster korxonalari rahbarlari ishtirokida navbatdagi kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda mahalliy va xorijiy paxta navlarini tizimli asosda yetishtirish, ekinlar parvarishiga oid ilg'or agrotexnik yondashuvlarni joriy etish rejalari atroflicha muhokama qilindi. Shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, tizim oldida turgan dolzarb muammolarni hal etish, chorva uchun ozuqa bazasini mustahkamlash, Rossiya, Qozog'iston kabi davlatlardagi katta yer maydonlarida ozuqaviy ekinlarni yetishtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ilgari surildi. Muloqot davomida xorijda faoliyat yuritayotgan klaster rahbarlarining amaliyotdagi muammolari, ularning yechimiga doir ochiq fikrlar eshitildi hamda bartaraf etishga yo'nalgan aniq rejalar belgilandi. O'zbekiston-Eron hukumatlararo komissiyasining 16-yig'ilishi doirasida Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi O'simliklar karantini va himoyasi agentligi direktori Ibrohim Ergashev Eron Islom Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi o'simliklarni himoya qilish tashkiloti rahbari Maryam Jalili bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida ikki tomonlama hamkorlikning joriy holati tahlil qilinib, istiqboldagi yo'nalishlari muhokama etildi. Xususan, savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Uchrashuv yakunida mahsulotlar eksportida fitosanitar sertifikatlarni qalbakilashtirishning oldini olish maqsadida ikki tomonlama elektron axborot almashinuvi tizimini joriy etish, shuningdek, soha mutaxassislari o'rtasida doimiy tajriba almashinuvini yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvga erishildi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi ko'pincha azotli o'g'itlarga tayanadi, biroq bu kimyoviy moddalar hosildorlikni oshirsa-da tuproqni buzadi, suvlarni ifloslantiradi va issiqxona gazlarining ajralib chiqishiga sabab bo'ladi. Braziliyalik mikrobiolog Mariangela Hunria esa ushbu muammoni hal etish uchun innovatsion yechim taklif qilmoqda. U 40 yillik ilmiy faoliyati davomida tuproqdagi bakteriyalar yordamida o'simliklarning azotga bo'lgan ehtiyojini tabiiy ravishda qondirish texnologiyasini yaratdi. Bu tadqiqotlar uchun Hunria Jahon oziq-ovqat mukofotiga sazovor bo'ldi. Ushbu mukofot 1986-yilda amerikalik agronom Norman tomonidan ta'sis etilgan va 500 ming AQSh dollar miqdoridagi sovrinni o'z ichiga oladi. Yevropada olma zaxiralari o'tgan yilga nisbatan 7,1% ga kamaydi. Eng katta pasayish Polshada qayd etilib, zaxira 126 ming tonnaga qisqargan. Germaniya va Belgiya zaxiralari mos ravishda 13,8 ming va 14,8 ming tonnaga kamayishi qayd etilgan. Shunga qaramay, Fransiya 313,9 ming tonna bilan Yevropaning eng yirik olma zaxiralaridan biri bo'lib qolmoqda. Italiya esa 644,8 ming tonna bilan eng katta umumiy zaxirani saqlab turibdi.
Yaponiyaning Kagome kompaniyasi yangi sabzavot navlari hamda ularni parvarish qilish uchun maxsus mobil ilovani taqdim etdi. Yangi pomidor navi yuqori ta'm sifati va ob-havoga chidamliligi bilan ajralib turadi. Sunao nomli yangi baqlajon navi esa issiq ob-havoda ham barqaror hosil berib, yumshoq go'shti bilan ko'pchilikning e'tiborini qozonmoqda. Yangi versiyadagi Tomasapo mobil ilovasi esa o'simliklarni parvarish qilish jarayonini kuzatish, holat haqida ma'lumot kiritish va ob-havo sharoitlarini tahlil qilish imkonini beradi. So'nggi 4 yil ichida AQShdan Meksikaga oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti 65% ga oshdi. COVID-19 pandemiyasidan keyin Meksika iqtisodiyoti jadal rivojlanib, AQSh ishlab chiqaruvchilari go'sht, parranda, sut mahsulotlari, yarim tayyor ovqatlar va donlarga bo'lgan ortib borayotgan talabni qondirishga intilmoqda. 2024-yilda eksport hajmi 31,4 milliard dollarga yetib, AQSh mahsulotlarining eng yirik xaridori Kanada ko'rsatkichidan biroz past bo'ldi. Bizda hozircha shular. Tarmoqdagi rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling, yangilik va ma'lumotlarni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Eng asosiysi, bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.